Salom bol. Bu bizning Loydan Epic'ler tushadi. Ikkinchi qismi. Birinchi qismida qandaydir o'lib qolgan edim va men biroz vaqtdan keyin mana shunday kuchayishlar bilan o'z zonamda yurdim. Men hozir Dragon o'ldirish orzusini hali ham amalga oshirishim kerak, ammo menda hali ham ketga yo'q. Bu yomon. Va menda juda ko'p narsa bor. Ularni hozir nima qilaman? Yo'q qilamanmi? Yo'q, bular kerak bo'ladi desam, kelga qachon tushdi menga? Bu ajoyib-ku, bolalar. Men kelga tushganimda men hattoki sezmay ham qoldim. Buni jump bular foydali damlamalar. Xo'sh, arbalet qilib bularni olamiz. Xo'sh, bu ajoyib. Biz to'liq qurollanganmiz. Mana. Va bizga temir va o'shanday narsalar kerak bo'ladi. Buning uchun menga lapatka kerak. Lapatka bu yerda bormi? Bor. Yaxshi. Qanday damlama? Jump bu yangi damlamadan ekan bu. Bu qanday aquat potion ham bu men aquat speed tezlik ekan bu. Xo'sh, bu men epic narsalar oqimi menda. Xo'sh. Qo'ydik. Bu nelar tushdi buncha menga? Yana bitta lapatkami? O'tganmen hozir boshqa o'raman. Shuni ko'rayin. Bu otadigan damlama ekan endi. Ishadigan. Oh, ana qaranglar. Qaranglar. Tepadan sakrasak ham biz o'lmaymiz demoqda. Bu qaranglar. Bu ajoyib qaranglar. Bu 2 blokka sakrab. Voy. Voy, jonim kam ketdi. Voh, ajoyib lekin. Bu qancha ekan? Bu ajoyib narsa ekani. Mabalolar. Mushbuni intizomat. Böyle yok kaç yeri. Ne gidiyorsun? Şu bu tarafını çıkarırsa şunu geçerse. Dengeli yavaş yapıyorsun. Çünkü ben başka çıkarken söyleyeyim. Wow, şurada barıklar bu seviyor. Bu versiya juda ajoyib barglarni qarang, bu haqiqiy. Xuddi haqiqiy bular. Xuddi barglar to'kilishini qarang, mana u bargni qarang. Juda ajoyib. Bela bormikan? Shunaqa dangil qo'shib qo'yadi. Yaxshi. Bu bizning videomizning 2-chi qismi edi. 2-chi qismida ko'rishamiz. 3-chi qismi yanada qiziqarliroq va yaxshiroq chiqadi. Bu qism ancha kam chiqdi, ammo bizga yetarlicha. Bo'lmasam buni internetga qo'yish qiyin bo'lgan. Keyingi qismlarda ko'rish